أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hurmatli qarindoshlar, biz bugun Ali Imron surasining 8 oyatiga keldik. Estaizu billah. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yani dua şekilde bizge öğütülüyatqan, ta'lim beriyatqan Allohga qanday iltijo qilishning usuli haqida ketyapmiz. Ey Rabbimiz, bizning qalbimizni, bizni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ygandan keyin teyildiryapmizlar, yo'ldan chiqaryapmizlar. Bizga o'zlarining rahmatini ato qilsalar, o'zlari haqiqatan da Vahhab, ya'ni ato qilguvchi degan ma'noda qisqacha tarjimasi bu. Hamda oyatga qaraganimizda ilgirki oyatlar bilan bo'lgan munosabatini o'ylasak, ilgirki oyatlarda Qur'oni Karimningki oyatlari, Qur'oni Karimning mazmuni ikkiga bo'linganligi haqida so'z bo'lgan. Ya'ni muhkam oyatlar, ro'shan amal qilishga tegishlik oyatlarni amal qilgan oyatlar. Yana birisi mutashabih. Yani bizning zehniyatimizdan sal eshib ketgan g'aybga munosabatlik iymon aytishga tegishlik mazmunlar, yani ikkiga bo'linadi. Buningga nisbatan qalbida kasal va odamlar dal mushu nuqtani ko'chlab o'zining maqsadiga yetmoqchi bo'ladi, fitna termoqchi bo'ladi. Masalaning oriq ko'rinishini topsam bo'ldi deb o'zining imkoniyati yo'q bir tarafliga qadam oladi. Ammo ilmda kamolatga yetgan, yani mustahkam masalani to'g'ri tushungan insonlar undaydi. Muhkammi sen tushirgan oyat, mutashabihmi sen tushirgan oyat, biz muhkamga amal qilamiz, mutashabihga iymon aytamiz deydi degan bilan oyatning oxirisi oxirlashgan oldingi mazmunda. Ya'ni mushu ma oyatdan bizga chiqayotgan ishorat, mazmun, bizga berayotgan mesaj nima bo'lsa, shu to'g'ri yo'l. Şu yo'lga kelib bo'lgandan keyin xuddi bu yerda bizga shunday bir ishorat qilyaptiki, sizlar mana bir to'g'ri yo'lni topgan bo'lsanglar, endi Robbinglarga iltijo qilinglarki, mushu to'g'ri yo'ldan bizni chiqarib. Qalbimiz mushu tushunch bilan davom qilsin, ey Rob. Bunga nisbatan bizga yordam ber degan bir ifodani bizga ifodalayapti. Ya'ni qalblarning o'zgarib turadiganligi aniq. Tushunchalar o'zgarib turadi, fikr o'zgarib turadi. Ammo mushkuli nima desa, tushunchimizning, fikrimizning, qalbimizning Alloh yaxshi ko'rmaydigan tarafga o'zgarib ketishi. To'g'ri tushunchalardan aniq ketishi, o'zgarib ketishi. Shunga bir odam to'g'ri yo'lni tayib bo'lgandan keyin mag'rurlanmasligi kerak. Ya'ni o'ziga bak ishinib ketmasligi kerak. Masalaning Alloh tarafidan ekanligini çoxum əslini çıxarmasıq kerak. Mən to'g'ri yo'lda. İşlərimning hammasi to'g'ri tartib bo'yicha o'rinlashtirilgan. Ammo shuni qilib Allohdan tilashim kerakki, ey Alloh, sen meni mush to'g'ri yo'lga boshlading, mush tushunchga boshlading, mush tushunchdan chiqarib bu yo'ldan chiqarib degan bir ifoda, degan bir iltijo, degan bir bog'lanti Alloh subhanahu va taolodan asla uzilmasligi kerak. Anikin oyatning oxirgi qismi bizga yana bir uchur, yana bir masalani beryapti. Ya'ni qo'llangan ifodada va hab lana min ladunka rahma. Allohdan rahmat tilayapti. Tilaganda ishlatgan uslub hab uslubini qo'llandığını, hab lana degandagi hab arab tilida hech qanday majburiyat bo'lmagan asosda berishni vahaba, hiba degan şekilde qo'llanadi arab tilida. Yani bu şu demek ki Allah'ның bendiga nisbatan hech majburiyat olmaydi. Bütün bendilarni yaratmasimi Allohdan hech kim nimishqa yaratmading deb so'maydi. Bütün bendilarni och qo'ysa nimishqa och qo'yding deb so'maydi. Bütün bendilar assa Allah'ның hech mas'uliyati olmaydi. Bütün bendilar hidoyatda kelsa Allohga hech foyda olmaydi. Yani bu bizning Allohdan erishadiganimiz, hatto rahmatga chog'liq ishlarning hammasi xolis Allohning bizga bo'lgan fazli marhamati. Yani Allah bizga qilishga tegishli hech majburiyatga
mecburiyetinin aslında emas. Yani bizning Allohning ustida hech haqqimiz yo'q. Aksincha Allohning bizning ustimizda haqqi bor. Ama bizning Alloh ustida hech haqqimiz yo'q. Endi bu yerda masala tugadi deb o'ylamanglar qarindoshlar. Endi biz ilgirki darslardan tortib masalalarni bir-birlab bayon qilib keldik emasmi? Ta oyatlar ikkiga bo'linadi. Mutashabih, muhkamlarga amal qilamiz. Mutashabihlarga imo etamiz. Yani oyatni to'g'ri tushunishimiz kerak deb tushuncha masalasini deb keldik emas, buni to'g'ri yo'l deb keldik emasmi? Masala bu yerda taxir tugamadi. Masala dunyodagi bulan masalasi emas. Yani biz meseleni dünya kılam kartı veliş, dünya ok, yemede ahiret deydiğen yeni bir hesap var. Dünya, insanlar nurgun içine öz ihtiyarlığı birilgen, nurgun içine kılalaydı kılmende, nurgun içine kılmaymen de kılmayalaydı, yani tallaş erkinliği var. Ama ahiretten dünyadan keldiğen, dünyaya okşmaydıgan bir tarafları var ahiretten ki. Dünya birisi çeklik, ömür çeklik, vakit çeklik, her neyse çeklik. Vakti var, zamanı var, ketidi, tugaydi. Ama ahiret mengülük, insandan tamamen erkinlik, tamamen ihtiyarlık elingan, insanın o vakitte hiç kılış imkaniyeti olmaydı. Ma bu açık Allah subhanahu wa ta'ala bizge dünya meselesini lan kalımıza kırvanmay, hisabatını kılışmanı gerek. O hakta ma şekilde dua kılındı, yeni bir duanın şeklinde bizge uyutmadı, davadı. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmin la rayba fih. Ey Perverdigarimiz, özür kişilerinin hemmisine şeksiz olan bir günge toplağıcı. Allah özünün vədisiga xilaflıq qılmaydı. Müşədin ayətinin 5-dilan Rabbena deb başlanğanlığının özü nima bo'lsa, Allah'nınki bizni yo'qdan paydo qilganligi, dunyoda yashash imkoniyatini bizga berganligi, bütün ehtiyojlarimizni qandiganligini tutib turib, o'zi bizni dunyoga akalla, bizga nima lozim bo'lsa, balla, shunday bir qadda qomatlik, sağlam, bijirim holati dunyoda yashatqizlar, endi oxiratimizga ega bo'lsa, bergan ne'matning oxirini chiqarasizlar. Dunyoda berganlarning hammasi ne'mat. Siz bizning Rabbimiz, sizdagi Roblik, rububiyat sifati va hamda mushu Roblik, rububiyatning davomini bizga bersizlar degan hukmni ifodalaydi. Ya'ni tarbiyalayotgan, parvish qilguvchi bir Robba ve terbiyeleniyotgan, perviş kılınıyotgan bir bende var. Allah subhanahu wa ta'ala bendilik layıklı yaşayışın bütün imkaniyetlerini bergen olsa ve ahirgacha bir işini Allah subhanahu wa ta'ala'dan tilgen bir hukum çıkarmayadın. Yani sizler şeksiz günge bütün insaniyetini topluluğucu innallaha la yuhliful mi'ad. Yani bizni ahiret azabından kovduslar. Dünyada yaşadık, tügüdük. Dünyada sizi yaşatla, hem ahiret görürüz, ahirette bir gün var. Bunun ilgisi hem size, bizni, size Rablık sıfatıyla dünyaya ekegen işkalla. Rablık sıfatıyla bizge nimetlerini ata kılan işkalla. Anlağandan ki kıyamette mi hem özünün bergen verdisine emel karşı olsunlar. İnneke la tuhliful mi'ad. Yani innallaha la yuhliful mi'ad. Allah vədisiga xilaflıq qılmaydı. Yani kıyamette bizni dövzəxə salmasılıq, cennetin ibaret nimetini biriştin ibaret bir vədisi var Allah subhanahu wa ta'ala'nın. Madem biz bendizlikni cayda kılarsak, şu vədiga xilaflıq qılmaydı Allah. Bizge şunu bəslə degen bir ifade var. Hem de Allah vədiga xilaflıq qılmaydı degen mezmun ne olursa Allah'ın mutlak kudret sahibi ekanligining bir ifodasi. Çünkü bir ishqi va'da bergan adam insonlar o'tirisida ba'zida xiloflik qilg'isi yo'q, lekin xiloflik qilib qoladi. Falan vaqtda falan yerga boraman deydi, borolmaydi. Chunki tüm imkoniyat o'zining qo'lida emas. Inson hatto o'ziga ega emas. Inson o'zining umriga kafolatlik qilolmaydi. Ishlarga kafolatlik qilolmaydi inson. Va har qanday odam tushunadi bu nuqtani. No'g'anlikin inson bir ish qilmoqchi bo'lsa, chuqum keyniga inshaalloh degan ifodani qo'shadi. Chunki inson o'zining ojiz ekanligini o'zi e'tirof qiladi. Qur'oni Karimda shu gapidimi? "Va la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayyasha Allah."
Sen bir ishni aytib qilaman dema, illaki inshaalloh degan gap bilan ifodalan billa qildi Qur'on. Bu ta'limotni bizga beryapti. Ya'ni inson bu nuqtani tushunishi kerak. Inson o'zining ojizligini, qilaman degan ishni qila olmaydiganligini, illaki Alloh xolis qila oladiganligini, Allohning imkoniyati yaratib ishlarni qila oladiganligini shuning uchun inson kesib bir ishni qilaman deyolmaydi. Agar inson o'zining kuchiga kesib bir ishni qilaman deydi ekan, inson yolg'onchi bo'lib qoladi. Cho'qim inshaalloh degan so'z bilan qilish kerak. Madam şu insan haqiqatan ba'zi sharoitlar tufayli qilolmagan bo'lsa, yolg'onchi bo'lmaydi. Agar unda olmay, men kesib qilaman degandan keyin imkoniyat bo'ladi. Yolg'onchi bo'ladi. Bu bandidagi masala. Ammo Allohga kelsak, Allohningki qiyomat kunidagi va'daga xiloflik qilmaydigan Allohning mutlaq qudrat sohibi ekanligi har zaman navbat kelsa, vaqt kelsa, uni xalqa vaqtda, xalqa shaklda qila oladiganligining bir ifodasi. Ya'ni bizning dunyoga bu shaklda ekanlar. Ahiret gün çokum buludu. Bu vədə hem xilaflık kılınmaydı. Biz ahirette tirilimiz bu vədə hem xilaflık kılınmaydı. Yaxşılıkla ve yamanlıkla hemmesi tarazıga selinadi. Yaxşılık yamanlıkla sahipleri bizi kıgan yaxşılık yamanlık yarışa ceza mükafatı erişidi. İkiye ayrıldı. Yaxşılar cennet, yamanlar dozaq keladi. Bunun hemmesi öz vakti, öz zamanı, öz layıqlı icra kılınadı. Allah bunu vədə kıldı. Allah bunu xilaflık kılmaydı. Ey Allah bizni şu kıyamet günüsü şu xil azaplardan saklasılar, şu xil xablıklardan saklasılar degen ifade bilen ahırlaştı 9. ayet. Endi ilgirki ayetler bilen yani mazmun jihatda keyingi ayetni hozir kelgan 10. ayet mazmun jihatda bağlab davom qilsak qarindoshlar. Biz deb keldik Qur'onning ta'limoti ikki xil. Birisi muhkam oyatlar, birisi mutashabih oyatlar. Muhkam oyatlar amal qilish uchun, mutashabih oyatlar iymon etish uchun bunga nisbatan yaxshi kishilar, rasix, ya'ni masalaning mohiyatini tushungan kishilar muhkamga yarasha muomala qiladi, mutashabihga yarasha muomala qiladi. Muhkamning Alloh tarafidan kelgan, mutashabihning Alloh tarafidan kelgan ekanligiga iymon etadi, ammo qalbida kasal va odamlar masalaga boshqa tarafdan qaraydi, masalaga boshqa tarafdan muomala qiladi. Bu xil kishilarningki ahvoli 10-oyatda bayon qilinadiki, innallazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallohi shay'a va ulaika hum waqudun. Yani kuffarlar, yani bir türdeki kişiler, ularning mallari, balaları Allah'tan hiç narsaga o'tmaydi. Hech narsaga arıtıranmaydı. Ular do'zaxning yaqinlari. Endi bir mu'min sifat bilan atrofimizdagi kuffarlar sifati bilan, munofiq sifati bilan ilgirki oyatdagi Rabbimiz o'zira bütün kishilarni shaksiz kunga to'playlar va degan Alloh xiloflik qilmaydi degan tahdid silingan vaqtida munofiq kafir mu'min bo'lmagan shaksiz ishini shu bo'yicha ish tutsa, munofiq bilan kafir nima deydi? Kallasida o'ylab qarabda, endi dunyoda bu nurg'un ishlarni qilib ketdik, nurg'un imkoniyatlar berildi. Qarasak bizning shuncha huquq saltanatimiz va pul mollarimiz va deganimiz o'tyapti. Bu haqni qanchalik zulm qilsak, hech kim kelib bizni so'mayapti. Balki oxiratda bu bo'lgan taqdirda mashta bo'ladi. Xuddi dunyoda biz g'olib yashagandek oxiratda shuna g'olib bo'lamiz degan yerda oyat masalani tub kesib oldini unda olmaydi. Oxirat masalasi dunyo masalasiga o'xshamaydi. Sizlarning mollaringlar hech narsaga asqatmaydi. Oyatda qo'llanilgan lan tug'niyadagi g'ina ifodasi, lan tug'niyadagi g'ina ifodasi adati normalda birovga muhtoj bo'lmagan ahvolni g'ina deydi. Ya'ni bu yerdagi mollaringlar qiyomat kunisi hech kimni lan tug'niya deganlik yeni birovga muhtoj bo'lishdan behojat qilolmaydi, ya'ni asqatmaydi. Cho'qim qiyomatda sen Allohga muhtoj bo'lsa, qiyomatda nasab yo'q. Cennetini satib olmaydı. Hiç kim cennetin özgürlük bir urunni pulusiga, huquqiga olmaydi. Yoki do'zax pul bediliga, mal mulk, huquq, obro'y bediliga dafi qilinmaydi. Bu ahvolni bugungi kundagi kuffarlar yoki munofiqlar shunda o'ylashi mumkin. Rasulullohning vaqtida oshkor etdi. Sizlar dunyoda qiyomat kuni do'zax va bu deysizlar. Qarasak dunyoda biz sizdan boy. Bizning huquq imtiyozimiz sizdan yuqori. Demak, dunyoda bizga bergan ekan Alloh,
Ahiretde mi çokum silden yaxşısını bizge birdi. Sonra ma ayet buna bu ümidini qanaqa kesibdi. Bu ahval her yerde edi. Her kişide buluşu mümkün. Bugün günde bizning ahvolimizni qarab, atrofidagi musulmonlarning ahvoli qarab, bu yalan to'shlar qiyomat kuni jannat kiramiz deyotdi. Dunyoda bizning qulimizni qutlanmasa, ne jannat kirsak biz kiramiz. Yani xuddi dunyodagi o'xshash bo'ladi ahvollar degandek ifodalar, so'z ifodalar. Hech bo'lmasa qalasiga tuyg'u bu oyat orqali qanaqaldi kesiladi. Qiyomatda masala butunlay o'xshamaydi. Dünyada her iş sebep kanuniyetiga bağlangan bolsa, kıyamette sebep diyen narsa yok. Hükümün hamısı Allah'a has. Sura Gafir'in 16. ayetidir mi? Yevmehum barizun la yakhfa alallahi minhum şey limenil mulkul yevm. Kıyamet günüsü hukuk kimden? Lillahil vahidil qahhar. Vahid qahr olan Allah'ın. Yani dünyadaki sebep, erhil vasıta, erhil imtiz ega olan insanlar. Qilgan sababga yarasha bir narsalarga erishib, tirishchilik qarta bir narsaga erishib ko'rgan insonlar. Hayotdagi ular ko'rgan rohat farog'atiga tatgan jafo mushaqqatni tamoman oxiratda hammasi o'xshamaydigan bir holatda. Ne jafo yo'q, ne mushaqqat yo'q, tirishish yo'q, sabab yo'q, vosita yo'q, qonuniyat yo'q. Oxiratning masalasi mutlaq Allohga oid. Faqat dunyoda qilgan aytganlarining hisobini beradi. Hisobiga yarasha ya jannatga boradi, ya gunohga boradi, do'zaxga. Hiç nimege artıranmaydı. Hiç kimge artıranmaydı. Cennetke layık adamla cennet kirdi. Do'zaxga layık adamla mutlaq do'zaxga kirdi. Do'zaxdan qutuluşu yok. Ne pul mal, ne hukuk imtiyaz yoki o'zining bola vaqti jaddi jamiyatininki ko'plik bilan qutlanmaydi. Anikin oyatning oxirida va ulayka hum waqudun nar. Yerdeki ular do'zaxning yiqilg'usi degan bir ifoda qo'llanildi. Do'zaxda azoblanadi degan ma'no chiqdi, ammo qo'llangan ifodada biroz masalaninki nayt ig'ir ekanligini ifodalash uslubi bor. Do'zaxda azoblanadi degan bo'lsa biz normal tushundik, ammo do'zaxning yiqilg'usi deydi. Ya'ni ko'ydaguvchi azoblanuvchimi o'zi azaplanğucumu hem özü. Yani özünü azaplaydı. Yani yıkılğını özü hem köyüldüğün nesimci özü. Bu şekilde vakti da insanın içki hücreleri, beden azaları insana verilgen bir amanet. Bu da mümin. Mesela insanın içki hücreleri mesela hakkınca kuparmış uygulap gelsin. Bunun beden azaları mümin. Çünkü muşu zerrecilerini, muşu hücrelerini şu ilgisiga sadık nege işletse şunun vazifesini ada kıladigan, sözlesi sözleydigan, tutkusu tutadigan, qarısa ko'radigan bir holatga kelgani Allah subhanahu va taolo. Qiyomat kunisi dil mush azoning hammasi egisining qilgan yomon ahvolidan Allohga shikoyat qiladi. Buni bir taxminiy tushundirish uchun bir misol olsam, bir atrat askar deyli. Askerning qoidasida atrat ichidagi askarlar qo'mondonga mutlaq bo'ysunadi. Bir yurishga chiqdi, bir jangga chiqdi deyli. Qo'mondon to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, nima desa askarlar ichida o'tildab turib bo'ysunadi. Chunki qoida shu. Ammo askarlar jangdan qaytib kelib, shu qatimliq vazifasidan doklad bir vaqtida andin keyin qo'mondonininki qilgan noto'g'ri buyruqqa askarliklardan an shikoyat qiladi. Bizni uni qildadi, buni qildadi, biz faqat buyrug'ini qildik, qilg'imiz yo'qdi. Menda askarlik qildi, ana askarlik qildi bu shaklda. Bu dunyodagi ahvol bu. Endi Alloh subhanahu va taolo insonga uning qo'l, pot, til, ko'z qatorliq butun badan a'zolari, hujayralarning hammasini bo'ysundigan shaklda yaratgan. İnson haromga qarayotgan vaqtda ko'zi la'nat qilib turib ko'radi. Haromni tutayotgan vaqtda qo'li shu sohibiga la'nat qilib turib tutadi. Haromga qarab ketayotgan vaqtida shu puti egasiga la'nat qilib turib qiladi. Haromni so'zlayotgan vaqtda egasiga la'nat qilib turib so'zlaydi bu til. Ammo qiyomat kunichi Allohning oldiga kelgan vaqtda bu narsalarning hammasi egasiga la'nat o'qib, egasiga qarshi guvohlik qiladi. Sura Nur'ninki 24-oyatda bu haqdagi mazmun deydi. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. O kunisi insonning tili, qo'li, putlarining hammasi inson qilgan ishlaridan nimbridi, guvohlik beradi.
Yani demek şu ki qarindoshlar, inson qiyomat kunisi qutlanmaydi. İnsan etrafdagilarning hammasi qarshi bo'ladi, qilgan atganlarining hammani o'rtaga tashlaydi. İnsonga u mol, mulki, huquq, manfaat emas, o'zining badan a'zolarini sodiq olmaydi. İnson bu nuqtadan qiyomat kunisi asla qutulish bo'lmaydi. Endi Muşunda dünyada eskilik qilganlarning hammasiniki, haddan oshganlarning, yo'ldan chiqqanlarning jazosi qiyomat kunida beriladi. Biz tarixga qarab baqsak, undalar emas. Masala davom qiyomat bilan qoldirilmaydi. Buning ba'sining hisoboti dunyoda bilan qilinadi. Agar hamma masala qiyomatga qoldirilib, dunyoda qilgan eskilik pati keta olsa, nurg'un odam hammadan ezib ketish ehtimoli bek zo'r. Shunga Alloh subhanahu va taolo ba'zi tarixda insonlarga ibrat bo'lsin uchun, ogohlantirish olsun uchun ba'zi yorqin shaxslarni Qur'oni Karimda bizga bayon qilgan, ularning o'tkazgan jinoyatining yo'ldan chiqqan qilmishlarininki qilgan zulmlarining jazosining naq dunyoda berilganligini Alloh subhanahu va taolo bizga eslatib 11-oyatda bir misol o'rnakdan birini beradi. Kadda bi ali fir'auna. Ya'ni fir'avniylarning ahvoliga o'xshashda aytadi. Ali Fir'avn, şu Fir'avn ve Fir'avn'ın qo'lchimoqchilarining ahvoliga o'xshash va undan ilgirki yo'ldan chiqqan, haddan oshgan zolim, tag'utlik qilgan kishilarning ahvoliga o'xshash. Bular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Alloh jinoyat sababli bularni jazoladi. Allohning azobi qattiqdir. Hamda oyatdagi da'b degan so'z arab tilida bir ishni uzluksiz qilgan bo'lsa, bu da'baga aylanadi. Bir odam bir qatim yolg'on so'zildi, bu bir jinoyat, lekin bu odat olmaydi. Takror, har doim yolg'on so'zlaydi. Bir odam bir qatim zulm qildi, bu jinoyat, ammo u odamga nisbatan bu odat olmaydi. Qachon bir odam bir ishni qilaversa, bu da'baga aylanadi. Bu yerda oyat deydi-ki, Ali Fir'avn deydi. Fir'avnlar zulmga shunchalik kunab ketgan. Buning zulmi shunchalik uzun mezgillik bo'lib ketgan. Muşuk kişilerini Allah subhanahu wa ta'ala gunahi sebepli dünyadan tuttu. Allah'ın azabı qattiq. İlgirki ayette kupparların pul, malları hiç nesige ötmeydi. Bular dozaqning yaqini. Bu qiyomatdagi jazosi. 10. ayetdagi. Yani ma ayeti de vardı. Dünyada mı hem buludu. Sura'nın 34. ayetinde roşen keltirdi meseleni. Lahum azabun fil hayati dunya. Dünyada da azab bağlağa ve la azabul ahireti eşak. Ahiretning azabı texmi mashaqqat va ma lahum minallohi hiwa. Yani Allah tarafından ularni qutqizib qoladigan hech qutqazuvchi bo'lmaydi. To'g'ri, ba'zininki jinoyati shu paytda ketib dunyoda jazolanmaydi. Ammo hammasi unda bo'lib qolgan bo'lsa, dunyoda zolim bo'lganlarning hammasining ahvolida bo'lib qolgan bo'lsa, kishilar ashlolan billah zolim bo'lib ezib ketishi mumkin. Lekin hammasi unda olmaydi. Bizga smol shaklda, rumuz shaklda Fir'avnning masalasini misol qilib so'zildi. Fir'avnning ahvoli. Fir'avn inkor qilish, haddidan eshish, hatto shu darajaga berishki, ilohiyatni, ulug'iyatni qana qilish, da'vo qilish. Mana men Robbinglar degan bu qadar haddidan oshdi. Bu uzluksiz davomlashdi. Ya birasini yuz bermadi. Uzluksiz davomlashdi, ha. Bularning odatiga aylandi bu ahvol. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo bularni qana qildi, jazoladi. Dunyodan bularga azob berdi. Sura Fajrda bu ahvol asroq tilga olinadi. Val fajr va layalin ashr va shafi val wat val layl idha yasr. Hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhat al'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد من الزمن ده هذا أشقان فرعون لا فأكثروا فيها الفساد أسكلكني بكب قغان داوتر يعني بلانو üzlüksiz مش أسكلك إنكار هذا ناشش tağutluk bunun vücuduga sınıp ketken avlat mı avlat baş şekilde davamlaşkan şunu olan fesabba aleyhim rabbuke savtu Rabbim bularga azap tushadi davomida. Bularning jazosi dunyodan berilgan, dunyoda. Ilgirki oyatdagi, masalan, oxiratdagi qattiq azobni ifodalasa, ma oyat hozir o'qiyotgan 11-oyat dunyodan jazolanadiganligini, dunyodan bulardan azobdan qutulmaydiganligini ifodalaydi.
Bundan başqa Firavundan başqa vellezina min qablihim undan ilgirki kişiler degeni va shunga o'xshagan boshqa kuffarlar demakchi. Ad, Samud va boshqa hadisdan oshgan o'zini dunyoda favqulodda kuchli hech kim bizga tengilanmaydi degan bir ideya bilan kishilarga zulm qilgan, zaminda buzg'unchilik qilgan kishilar, ya'ni Firavun qatorida hammasi jazolangan. Oyatning oxirisida vallohu shadidul iqob. Ya'ni Allah azobi qattiqdir. Biz ilgirki darsimizda deb o'tdik, kichik bolaning tasdiki bilan boksirchi yoki mushtlashchining tasdiki o'xshamaydi. Kichik bolaning tasdiki bir chivin chaqqanchilik alam bermasa, boksçiniki chiniqqan odamning tasdiki odamni o'ldirib qo'yishi mumkin. Ya'ni ikkisidagi farq tufaylidan uning ta'siri cho'ng'iladi. Endi maxluqlar o'tirisidagi masala bu, xoliq zot Allah azobi qattiq deb sifatlangan bo'lsa, bu bizni agapiradi. Bu yerda o'tkazilayotgan jinoyatning nihoyat ig'ir, o'tkazilayotgan jinoyatning nihoyat ig'irligiga gapiradi. Buna desa, bunda bir to'qinish keladi kallamizga. Sura Niso'ningki 48. oyatida innalloha la yaghfiru yushraka bih. Allah o'ziga shirk keltirilishini mag'firat qilmaydi. Undan boshqasini mag'firat qiladi. Ma'da Mavla jinoyat o'tkazdi. Iqob ifodasi, jazo ifodasi bir jinoyat va degan gap, jinoyat. Oyatda shirkdan boshqa butun jinoyat afu qilinadi. Mana bir to'qinish bo'lib qolsa, biz bu masalani shunday tushunamizki, mu'min bo'lgandan keyingi mu'min holatda turib o'tkazgan jazo bilan mu'min bo'lishdan ilgirgi kufr holatda turib o'tkazgan, ya'ni kufrlik jazosi, mushriklik jazosi ikki narsa. O kechirilmas bir jazo. Ammo mu'min bo'lib bo'lgandan keyin mu'min deb turib, qilayotganini gunohda turib qilgani oyatdagi kechiriladigan jazo. Shu ikkisining masalasi bor. Mu'minning o'tkazgan xatoligi oyatdagi kechiriladi. Allah shirkdan boshqani kechiradi degan xatolik ayaga mansa, ammo ma'lum o'tkazgani u yerga ma'maydi. Bular mu'minlik darajasidan kirmagan bo'lg'achqa, bularning qilgan etgan ishlarini jinoyat hisoblamaymiz, balki buning kufrligining o'zi, hadidni oshqanligining o'zi, qilgan ishlarini tek hisoblamasaqmi, qolgan oshning o'zi yetarli jazo. Shu bular kechiriladigan babga qana qilmaydi, kirmaydi. Chunki mazmun o'tirisida hech to'qinish yo'q. Shuni bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlasin. Inshaalloh darsimizning davomini 12-oyatni biz kelayki darsda davom ettiramiz. Va axru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.